Juda asabiyman. Alamimni bolalarimdan olaman. O'zimni emotsiyalarimni umuman boshqara olmayman. Oxirgi paytlarda hayotdan to'yib ketdim, charchab ketdim. Go'yoki qorong'ulikka qarab ketayotgandayman. Nima qilishni bilmayman. Qanday yechim topishni ham bilmayman. Nima qilay, yordam bering degan SMS'lar juda ham ko'plab keladi. Bu videoni oxirigacha ko'ring va asabiy, baqiroq, bolalarni tinimsiz jazolaydigan ona obrazdan chiqishni teppa-tekinga o'rganing. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muslimam, yaxshimisiz? Asabiysiz, oxirgi paytlarda juda ham charchagansiz va bor alamingizni farzandlaringizdan olyapsizmi? Yaqinroq keling. Buni sizga birinchi sababini tushuntiraman. Birinchi navbatda muslima, iltimos, ideal ona bo'lishga bo'lgan harakatingizni to'xtating. Siz yetarlicha idealsiz, yetarlicha. Qanchalik ko'p o'zingizdan ko'p narsa talab qilsangiz, o'zingizni ideal formangizni yaratishga harakat qilsangiz, shunchalik zo'rqasiz. Yo'q, o'ylamang. Men sizda ideal bo'lmaslikni talab qilmayapman emas. Sizni kuchingiz, sizni asabingiz, ya'ni oddiy so'z bilan aytganda, sizni batareyangizdagi energiyangizga qarab xulosa qilyapman. Insonning energiyasi o'zgaruvchan. Xudoga shukr, u o'zgaruvchan. Demak, toqat ham o'zgaruvchan. Lekin ayni damda sizda mana shu energiya, mana shu toqat yo'q. Nimaga yo'q? Qayerga ketdi? Nima bo'ldi? Keling, sabablarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, sizning asabiylingizning va bolalaringizni tez-tez jazolashingizning asosiy sababi siz ongingizda bardak fikrlar bilan yurasiz. Tartib yo'q. Umuman tartib yo'q. Buni qilishim kerak, uni qilishim kerak, uni qilishim. To'liq yuklama tiqqansiz. U qil, bu qil, bu qil, bu qil. Yuklama va yakunlanmagan yuklamalar ko'payib ketganligi uchun ular fonoviy rejimda sizdan energiya o'g'irlayapti, batareyangizni pasaytiryapti. Ikkinchisi, nimani qanday qilishni bilmaysiz. Ertalab turgansiz, kechqurun bolangiz yig'lagan, istmalagan, hojingiz oldidagi o'sha ayollik vazifangizni bajargansiz, kech uxlagansiz. Energiyangiz deylik 10, lekin o'zingizdan 80% lik ishni talab qilasiz. Uni qilishim kerak, buni qilishim kerak, buni qilishim kerak, yuklamalar ko'payib ketgan. Ya'ni energiyangizni sarhisob qilmaysiz. Uchinchisi, o'zi sizda energiya yo'q. Bechora muborak sizni tanangiz faqat yeyotgan ovqatingizdan energiya oladi. Mana shu ovqatni ham chegaralab, oxirgi paytlarda dieta ham tutyapsiz. Va dietaga nima gap bor? Lutchi do'mboq ko'hlik bo'ling, lekin bolangizni jazolamang. Lutchi do'mboq bo'ling, lekin asabiy bo'lmang. Lutchi do'mboq bo'ling, lekin nervni bo'lmang. Yaqinda menga bitta dugonam telefon qildi. Sinfdoshim litseyda birga o'qiganmiz va menga aytdi: "Sen doim ideal figuradasan. Shuncha farzand dunyoga keltirganingga qaramasdan, shuncha homiladorligingga qaramasdan, juda ham ideal qomatdasan va uni ustiga doimiy seni ko'zlaring quvnagan, chaqnagan, seni charchagan holatda ko'rmayman. Qanaqa qilib hammasiga ulgurasan? Men semirib ketyapman" dedi. Bilasizmi? Men nima dedim birinchi aytganim? "O'rtoq, men seni yaxshi ko'raman. Hozir birinchi navbatda ozishga harakat qilma, birinchi navbatda energiyani to'g'rilashga harakat qil. Chunki tanadagi ortiqcha vaznni o'zi bir charchoqlik belgisi" desam, ishonmadi gapimga. Va tabiiyki, meni fikrimni rad qilib, boshqa dietologdan aynan uni tez ozdiradigan intervalniy голодание, ya'ni ochlikka yozdirib oldi. Va ma'lum bir muddatdan keyin menga telefon qilib, "Men asabiyman, bolalarimni urib qo'yapman, jazolayapman" dedi. Va unga aytdim: "O'rtoqjon, senda energiya yo'q. O'zi bechora tani faqat seni yeyotgan ovqatingdan energiya olayotgan. Sen u ovqatni ham chegaralading. Tana quvvatsizlanyapti. Tushunyapsanmi? Energiya yo'q. Xuddiki telefonni zaryadkaga qo'ymasdan turib, uni ishla degan kabi o'zingdan talab qilyapsan" degan. Unda nima qilishim kerak? "Sen meni hayotimda yashamayapsan-da. Bir yashab ko'rsang bilarding" dedi. Ishoning, siz kabi hammaning hayotida ham bir yoki bir necha sinovlari bor. Yer, jannat emas. Unda sinovlar bo'lishi tabiiy holat. Lekin u sinovlardan o'tish uchun sizda quvvat to'g'ri bo'lishi kerak. Quvvat faqat ovqatdan olinmaydi. Iltimos, dietangizni to'xtating. Hozir mavrid emas. Umuman mavrid emas. Chunki avval ongingizdagi tartib to'g'rilamas ekansiz, ichingizdagi yakunlanmagan savollaringiz ko'payib ketgan sari siz nonga, go'shtga moyilligingiz kuchayib ketaveradi. To'rtinchisi, nimaga farzandingizni asabiy bo'lib jazolaysiz? Boshqalardan chiqara olmagan alamingizni boshqalarga yo'naltirilgan alamingiz ichingizda qolib ketadi. Ichingiz to'lib ketgandan keyin ongsiz ravishda istamagan holatingizda bolangizga chiqadi. Chunki insonning qalbini ham, toqatini ham, ruhiyatini ham chegarasi bor. Yutdingiz, qaynagachingiz urushdi, qaynonangiz urushdi, eringiz urushdi, qo'shni urushdi. Gapira olmaysiz. Gapiraman desangiz tarbiyangiz to'siq bo'ladi. Gapirmayman desangiz ichingizda joy qolmadi yutishga, navbatdagi yutasiz. Va miyangizda o'sha siz jazololmagan inson bilan urushib berasiz. O'sha paytda birdan bolangiz gapirganda siz aslida bolangiz emas, miyangizdagi o'sha odamni jazolayotgan bo'lasiz va urushib ketasiz u bilan. Va o'tirib olib keyin yig'laysiz. Nimaga? Alamimni bolamdan oldim deb.
Tushunyapsizmi Muslima? O'zingiz ayblamang. Siz qo'lingizdan kelganchalik harakat qildingiz. Odam zotini baribir rozi qilib bo'lmaydi. Insoniyat yaratgan egasidan keyin norozi bo'ladi. U kam, bu kam, menga uni bermading deb. Siz bilan men ishoning, vakolati bir juda katta bo'lmagan, lekin to'g'ri toqati bir juda cheksiz bo'lmagan bir kichkinagina xilqatmiz. Qildingiz, qo'lingizdan kelganini qildingizmi? Bo'ldi, sokin bo'ling. Siz qo'lingizdan kelganini qildingiz va tinchlaning. Xo'p, nima qilishim kerak? Nima qilsam asabiylikdan chiqib bolalarimni jazolamayman deyapsizmi? Birinchi navbatda energiyani to'g'rilang. Toki energiyangiz to'g'ri bo'lmas ekan, hech qachon siz bolalarni urishdan o'zingizni to'xtata olmaysiz. Ikkinchisi, ongingizni tartiblang. Ya, baraka topkur. Bir oy avvalgi narsani ham o'ylayverasiz, bir yil avvalgi narsani ham o'ylayverasiz, qo'shningizni sigir o'lganini ham o'ylayverasiz, mahalla oqsoqolini kasalligini ham o'ylayverasiz. Ya, to'xtating, joningiz 40 tami. Miyangizga yuklamalarni tartiblang. Keyingisi iltimos, sizdan juda katta iltimos, ongingizda ochiq qolgan savollarni vaqtida ilm bilan yopishni o'rganing. Keyingisi, musliman, o'tiring va har kuni o'zingizni quvvatingizga ko'ra o'zingizdan ish talab qiling. Energiyangiz 10 bo'ladi, ertalab charchab turgansiz, mana buncha o'zingizga price tiqib qo'ymang. Buni qilaman, uni qilaman, baribir qila olmaysiz. Bu sizda nabor depressiyani va samatsingiz pasayishga sabab bo'ladigan tushkunlikni hosil qiladi. Men yana ham ochiqroq tushuntiring, ustoza, nima qilishim kerak, qanaqa qilishim kerak, nima qilsam farzandlarimni urmayman, jazolamayman, zo'r ona bo'laman, energiyam zo'r bo'ladi, dietasiz ozaman, sizdagi chiroyli ideal qomatga dietasiz erishaman, istalgan narsamni yeb turib mazza qilib chiroyli figura ushlayman, erimga yoqaman, nikohimni saqlayman, erim xiyonatdan saqlab qolaman, qarzlardan qutulaman deyapsizmi? Bularni barchasiga bittada sevimli ayol kursimda yechim berganman. Agar siz hali ham sevimli ayol haqida kursim haqida ma'lumotga ega bo'lmasangiz va ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ayni paytda juda katta chegirma sevimli ayol kursimga ketyapti. Sevimli ayol kursim bu. Bitta kurs orqali siz o'zingizga, o'zingizni oilangizga psixolog bo'ladigan darajadagi ma'lumotlar bazasi, amaliy ma'lumotlar bazasi, yechimlar bilan birga berilgan. Misol uchun, bolangizni urdingiz, birinchi asoslar yechim. Eringiz xiyonat qilyapti, birinchi tushuntiriladi, yechimlar. Misol uchun semirib ketyapsiz, birinchi tushuntiriladi, keyin yechimlar. Qarzga kirib ketyapsiz, birinchi tushuntiriladi, keyin yechimlar. Bunaqa kurs faqat prof kurslarda, ustoz shogirdlik kurslarida bo'ladi. Lekin bu gal arzimagan qiymatga men sizga bu ilmlarni taklif qila olaman, tavsiya qila olaman. Siz dunyoni istalgan nuqtasidan turib bu kursimda qatnashishingiz mumkin. Kursim haqida to'liq ma'lumot olib va hozir ayni damda katta chegirmani qo'lga kiritish uchun izohlarda qoldirilgan havolani bosing, ro'yxatdan o'ting. Agar havola sizda ishlamasa, raqamlar ham qoldiraman. Ana o'sha raqamlarga Telegramdan yozib, men sevimli ayol kursida o'qimoqchiman desangiz, menejerlarim sizga to'liq ma'lumot berishadi. Sevimli ayol kursida ko'rishamiz, baqirmaslikni o'rganamiz.